O'rtoqli topinglar. Men yana xaltalarimni ko'tarib qayerga ketyapman. Hozir akam kelyaptilar, olib ketganim. Ana. Assalomu alaykum. Ha, qanaqa uxlab turdingiz? Issiqlik qilmadimi? Analiz topshirgani keldik. Boshlari og'riyotgani uchun. Hozir 5-10 minutda kelar ekan. Bo'ldi boshqa. Lekin topshirishimiz kerak. Mana bu Sahir o'pshanamiz, men qon quyusi yo'qmi? Sizni boshingiz shu bordik-ku, anaqaga Issiqko'lga ertasidan boshlandi-da. Boshimmi? Havo yoqmadi. Darrov kelishingiz bilan chalib qoldim. Kecha o'qidim internetda. Rasm ixtiyor Issiqko'lda. Havosini ham suvgan. Yo'q, havosi toza juda. Osmoni anaqa-ku. Bu yoqda laboratoriya. Ha. Hozir ketayotgan ekan, yo'lda ekan. Nechta oldi? Yaxshi. Xamirchiniki ekan. Voy, dahshat. Men bilanki hali yoqmabdi-yu. Voy. Qachon kelyapsan bizdan? Xamirchani bizani ko'chaga qayladigan joyda-ku. Chitirni o'rnida. Kevermabsiz-da, birato'la ketardik shunaqasi. O'sha qilib keldingmi hozir? Mamutni deganiga anaqa qilganlar-da. Mamutni deb o'yladi. O'chiraya ovadingni. Dor degan nima bo'ldi? Achaladi-da. Burilganda ekanmi? Men burilganda. O'rtoqlar, mana biz yana yo'lga tushdik. Qayerga ketyapmiz? Qani kim topadi? Javobgar. O'zi kecha keldik, kechki payt keldik. Issiqko'ldan. Issiqko'l oti o'zi shunaqa muzdek salqin joylar. Toshkentga keldik, lekin shuni aeroportdan chiqdik. Bir narsa kelib urildi yuzimizga. U issiq ekan. Yana bugun olib ketyapti. Bu kelishimizga tayyorlab qo'yibdi. Ketyapmiz endi. Avvoma, boshlang. Shunaqa kecha xursand bo'lib ketdim. Ertalab o'zi gapiruvdim. Voy Alisher, o'tgan yili zominga borganda 40 gradus bo'ldi dedi, o'tda 20 gradus edi. Shunaqa teng yarmicha yurar ekan. Mazza qiluvdi o'zi. Rosa mehmon qiluvdi. Rosa salqin joylar edi. Mazza qiluvdi. Ko'nglimga Xudo soldimi? Surpriz bo'pti-da, sizga. Behazil. Xudo soldi. Ertalab joyda shunaqa dedim Umidjonga. Qo'yin oyi demadimiz qilib. Biz salqinda yurganimizni ammam videolarimda ko'rgan bo'lganlar storieslarda. Keyin o'shanga havoslar kelib ketgan bo'lgan. Toshkent yonayotgan bo'lgan. Shunaqa deb. Rosa kecha ertalab gapirsam, kelinimlar 2:30larda telefon qilyaptilar-da. Ana. Voy tavba qildim. Menga o'shanda aytdi yaxshi. Xudo degan ekansiz. Shudayam. Shunaqa so'yinib ketyapman-da. Voy, xartug'ri, muzdek joylarga ketarkanmiz. Rosa duo qildim mana. Ana Layli uchib kelyapti. Qatta edi, odamlar qatga olib ketayotganlarida. Har bitta stalbada bor edi. O'qigan. Olmoqda. Ichida bormi? Ha, bor ekan. Bittasi uchta, bittasi ikkita. Tepasida ham ikkita bor. O'tda ham bor ekan Laylilar. Hamma anaqaga qo'p qo'yib o'tirib olishibdi. Hamma to'xtaymi? Bittasini ushlaysizmi? Ushlayman. Qarang ko'plagani. Bekorga chiqib shu olaman. Hammani 2 tur. Tur qilyapti ekanman. Ha,
etajda turishar ekan. Mana bunda cho'ta yo'q ekan mana bu etajlarda. Bittasi. Bu yoqda yo'q ekan-a? Bir dona Bor turibdi. ekan, bu yoqda ham yana. Har yoqda rosa ko'p edi. Endi naqib qoldi. Hali O'tib ketib qoldi ana ko'p joyi. Sizlar uchun mana to'xtatdik yo'lda. Mana shu tog'larni ko'rsatmoqchiman. Juda chiroyli. Bu hozir unaqa kamera yetkazib bera olmayapti. Juda ham katta. Suv bor mana. Biz mana shu tog'larning tepasiga ketyapmiz. Yetib keldik mana. Deganda ham hozir yana Bir yarim soat tepaga. 50 kilometrmi? Mana ketdi. Hozir eng salqin joyga chiqamiz, xudo xolisa. Uni xohlamaydi ko'pchilik. Tushdi emasmidi pomidor? Tushdi ichoq. Xuddi ikkalasi bir xil edi. Ha. Mana ichi qizarishganiga O'sha yashillikka kelyapti. Hozir nechi pul pomidorlar? 8 ming, 9 ming, 10 minggacha bosh ekan. Lekin bunikini unaqa olgan yo'q. Yomon-da ya. Yaxshi emas. Ichasizlar, yuvasizlar, yuvasizlar. Ne bu dorilar? Bismillah, qanaqa dori? Ha, olamiz. Balkim qurt yersiz, amma Qurtimiz bor. ro'molingiz yo'qmidi men olayotganimda? Bormidi? Yashillik boshlandi уже mana. Memijonizlar ko'ngillari aynyapti. Uzoq yurdik terasa. Ma'mul, yaxshimisiz? Bunaqa chiroyli joylar. Вообще chiroyli. Osmonam tiniq bo'lib ketdi. Ha, nima ayting? Ramaha? Voy, yurib chiqib uzyapti. Mana o'tgan Ha, joyimiz. oldinga o'sha yerda turdik. Otam juda salqin zo'r edi. Shu tut qoldirasan hozir endi ovqat yeymiz. Ovqatlanamiz. Zaryadga qilamiz mashinani. O'zaniki deb. Ha, bu o'zimizniki qilib oldik-ku, vamiz. Ha. Besetgan. Yaxshilab joylashib oluvdik. Hammaga yetti aldim, bitta besetka bizaga, bitta bola bizaga qaraydi. Bu oldingi yil turgan joyimiz bu yerda. Hozir ovqatlanar ekanmiz. Mana asalchini oldizga olib kelib qo'ydi. Men o'tirib asal tanlayaptilar. O'zimni yuvib berdi, yeb o'tiribdilar. Shumi? Ovqatlanishga. Betga kirmaganmiz biz. Ya botga kirmagansizlar. Anu sanatoriy oldiga boruvdik nasiba. Ha, sanatoriy oldiga bordik. Oddiy hashbari. Ha, oddiy ovqat. Oddiy ovqat. Yaxshi. Yurasizlar balki. Ham chirog'ini lyustrasini ajoyib ekan. Hop, sekin tushiramiz endi. Tushiruvmi? Oyoq jinni qildi. Sana bormidi o'shanda? Ha, Sensiz kullanmıyoruz mu? Bir kere kaçıp gidecekler. Nerede açıdığım böyle bakılmadı diyor. sekin, ehtiyot bo'ling.
Buni o'zgartirib qo'ying. Chechagisi shekilli. Nadira? Hisob beraymi? Yo'q, yo'q, sen ko'rding? Oldin ovqatlan. Chechevitsa. Oy. Voy, ko'rdim. Buchi. Nima ekan qara? Ha, to'ylab ko'ring. Masalan, yo'q. Masalan, bunaqasi ham bor. Endi nomasi pyureni bilmam. Jigar shokolad. Ko'ringchi. Hoşuma gidiyor. Yazı yok. Ha, neresi? Bütçe. Bu gördüğüm yazı yine ki. Ben de... Hani şey? Ben de ne şey? Çok işte. Nerede? Bıraktım. Yok, çiçekse de. Çiçekçi yaxshi. Chiqo'zini. Shunda toni yonida. Namus zo'r ekan. Gulaşı mı? Nerede mi? Oling. Bunun şey. Açıp taşımadık o ha. Biz açarlarmı ki ulanı? Ochiladi. Mashinamizni zaryadkaga qo'ydik. Zo'rg'a 0:0 bo'lib yetib keldik. Anaqa mehmonxonamizga ketyapmiz. Amiklarga shalaylar qilgan. Asa mehmonxonalarni ko'paytirib yuboribdi. Kelib oldik mehmonxonamizga. Nasıl ki? Kuyuş çürüyor ne lan? Voy o. Shunda bor. Yoshlik bo'lsin dedim-da. Yana amma Ammam qotib qolmasinlar qaltirab. Ne diyorsun? o'rtada qotib qolgan bo'lmaydi. Ha, katıp kalama geldi. Yoshlik. Kuyuşsuz olsa. Ha, choylarni qo'yib qo'ydim. Ularning balkonligi vasha zo'r ekan. Ujinga mana pastga ham chiqib, pastda ovqatlansa ham bo'lar ekan. Tog'lar ham ko'rinib turibdi. Xo'sh. Sanujel, dush, hamma narsasi bor. Вот, kiyim kechaklarga. Bu bizani xona. Bu ham 2 kishilik. Hamma narsasi bor. Bitta ko'ramiz. O. Bu yer juda chiroyli. Osmon tinuvlagan. Basseyn bor ekan. Men kupalnik olib kelmoqdim. O'g'lim rosa aytdi, avval deb, sovuqda cho'milmayman deb olib kelmaganman. Restoranga tushdik.
Bizani xonamiz. Baribir kiyib oldim ya. Salqinda. Nodira, Mana Mimijon o'tiryaptilar. Alfredo bor ekan, olamiz. Bo'ldi, olamiz. Alfredo olamiz. Menyuli ekanmi, shvedskiy emas ekanmi? Yo'q. Pulli ekan. Nima ekan? Pulli ekan. Iya. Uch mahal emas ekanlarmi? Nasiba, antka o'tolasizmi ichkariga? Yo'q, bu shvedskiy emas ekan. Ichidan ham emas ekan. Yo'q. Faqat zavtraqmi? Bitta zavtrak ekan faqat. Pishiryapti-da. Hamma ovqatlarni olib kelsa, Nodira pishiryapti-da. tez olib kelya. Qatta aylana sovuqda. Sovuq-ku, mani enim yupqa. Oppa, nimcham berib ketaymi senga, yursang. Yuraman desang, nimcham berib ketaymi. Mana o'rindan keyin amma bilan aylangan chiqdik. Kun salqin. Enimiz qalin. Hech kim yo'q ko'chada. Shu bilan dam olamiz. Mana bugun biz ertalab zavtrak qilgani tushdik. Mimi kelyaptilar. Sekin yurib. Havo zo'r. Zavtraklarni tayyorlab qo'yganman. Kelyaptilar. Keling. Erkin qozon. Erkin Mazaqib gaplashib o'tiribmiz. Piyoda ham. Ashira ham menga qo'ymadilar. Chaqirib oldilar uyg'otib. Shu ko'chadan biz piyodan yuraverdik. Sherzod eshigini o'ta uzadik. Nargizani ko'chasidan yuramiz. Keyingi ko'cha Nazirani ko'chasidan yuramiz. Undan keyin Kechqurun yurayotganinglar. qilamiz. Zigzag qilamiz. Tekisroq ko'chalardan yurmaysiz, ha? Tekis asfalt. Asfaltmi? Asha kuchayib ketibsizlar sizlar. Keyin Spark oxirgi yankala. ko'chadan yuramiz. Shunaqa shobada bo'ladi. Do'kon arg'i o'tganda Dala tomonmi? yo'q. Ana xonadonlarning Ha, oxirgisi ha. u yog'i katta ko'cha. Tushundim. Qurardilar. Bir yilga bo'ladimi keling kalendar? Bir oylik bo'ladi, bir yillik bo'ladi. Bir yillik bo'ladi. Kichkina yozuvni misol uchun 20 chizlar. Zo'r bo'lardi o'sha kalendar. 20 chizlar. Ha, payshanba kunga to'g'ri kelar ekan. 20 chizlar. Keyingi oy palonchini to'yi. Voy, otliq kun qilayotgan ekan-a. Qattan bilasiz opa? Mana kalendarda yozib qo'yibdi. Otliqqa to'g'ri kelar ekan. Aqllari ham yaxshi edi, ko'zlari Aqllari ham. yaxshi edi. O'sha sraz ko'rib, bugun necha chizlar yo bilmasalar qarardilar deb. Bugun juma yo palonchi. Undanda yurtadigan kalendar bo'lardi. O'zi shunaqa ishlatardilar. U boshqa edi. Mana bunda Ha, kichkina kalendar kichkina bor. kalendar. Ko'zlari zo'r bo'lganisi. Zeynalar zo'r ekan. Qish o'tirgan soatni ko'rganlar-da. Ani kuni Arzapenga yetdimda, oyim bilan gapiring deyapti. Nodira eslang deyapti. Desam, mana somsalarni yerga tikkanlarini ayting dedi, uni aytdim dedim. Uni aytdim dedim. Rosa ko'p oyimlarni anaqa ishlari. Ajoyib ishlar. Eslab aytib beraverasizlar. Men hayron bo'lib yotibman-da, tashqariga chiqib ularga kimdir keldi-da mashinada, bu borib ukam qarashib yotibdi-da. Tushirishib bir narsalar qilib. Amakim bilan tanimanman-da. Tim nima bu borib ularga qarashaveradi deyman. Narsalarni tushirishib, bir narsalar qilyapti. Joy qilaver. Voy, ular xursand ketishi bizlarni. Yo'q, oxirgi momentgacha tanimadim men. Yomon gapirdik-a? Ha?
nima bu borib anaqa qiladi? Menimcha Yelpatay. yelpatay bo'lyapti. Kimga qarashyapti? Mana sekingina Yo, chaqirib qo'ygan men ekan. akamni ham tanimadim kepkada. Yosh deb o'yladim, yosh yigit deb o'yladim-da. Figuralar zo'r bo'lib qolgan. Ishonchi. Karatega qatnashganlar. Keyin desang, undan tanimayapman. Oxiri keyin tanib qoldim. Yaqinroq borib. Oldin ham shunaqa chaqiribdi borindi bizga. Suv somsalar olib kelishgan ekan. Narsasini olib O'zi hozir joy chiqib turib ketdik biz bu yerdan. Yana keldik bular bilan qo'shilish. ko'rgan bo'lardim. Somsalar tandir go'shtlar olib olishibdi, patirlar. Ha, mana. Tandir go'shtlar. Kesilini kesib beraman. Kesimi bergan. Endi hozir turibmizda. Yoqdi menga. Kechadan bir 3ta gastinsani ko'rdi. Ana restoran uzoq bo'lsa, ko'mib boramaydi deydi. Bu deydi, bu deydi. Hech ma'qul bo'ldi. Aylanaman. Yaxshi bo'ldi. Shu kecha bizani yotadigan joyimizda bittaga o'tib tushagan. Keyin keldilar charchadim uxlab qoldilar. Pellab pishib. Rosa pillab uxlayotgan ekan hammalari. U kirdi-da, men sizlarni dam oltirishga olib kelgandim. Men chiqib ketdim xonasiga. Azoblanib Boshqa xonaga. So'da azoblanmayli, biz salqin tomondan gaplashdi. Hozir o'tamiz ham shaq. Sizlar radiyada bo'ladimi shu? Ha, shunaqa. Ana bolaga aytdimki, qovursin xonamiz yomonmi? Bitta quyosh tushar, qolajon bu yaxshi deb sartarar. Desam bilan o'rtoq bo'pti-da. Ha, endi uka-yu. Ha. Bolaga to'g'ri yo'lda. Men bundan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Sizlar o'ylaymiz. O'lasan, vasiyat qilib ketaman. Alisher Yusuf deb. Vasiyat Ya, erkakligimda. O'shamanda deyku. Nodira 2-3 yil bo'ldi Madinaga yetib qo'yganiga. Yo'q, birinchi Madinani chaqirishadi, birinchi o'lganimda. Keyin ikkita tog'asini chaqirishadi. Keyin qolganlar xolasi. Yo'q, qoldi. Oldindan hamma dodanglar o'lsalar men o'sib. Qayerda yotqizinglar, amma sizni qaysi yo'lga anaqa dedi. O'zi hozirgi yuzga. Alhamdulillah. Shu yuzni sal sanasini pasaytiringlar. Qiynaladi. Chiqishga qiynaladi. Yo'q, to'p bitta qiynaladi. Inshaalloh. Subhanalloh. Amma o'sha inson anaqa qilmasa, unda ko'tarib to'vtizni olib tushib chiqishga Faqat qiynaladi. shugina qilmagin, jon bor. Ha? Oldinroq qilinglar shuni. Yo, oldinroq qilib Yo'q, kecha derazadan olib chiqar o'zi. Shaqqa. Hozir yo'q o'zi derazadan chiqasagan odatlar. Ha? Eshiqdan chiqyapti hozir. Yo'qmi? Eshik Hop, qani nima qilinglar bo'pti? Yo, sen hech narsa qilma. Hmm. Turgaysang bo'ldi o'sha. Ha. Ana ular Nima ovqatda qildiryapmi? Senlar aytib qo'ysangiz, somsa olib turaman. voy balo. Ko'chada chiroyli qilib, Qilarkan dollar sizlarga. somsa. Xursand jiyan. Amma 70 ga chiqdingiz, 70 ta oyog'i to'ydi. Amma 70 ta oyog'i to'y. Somsa olib turaman. Men farq qildiraymi? Nima yaxshi ko'rasiz? Yo, sen men yaxshi ko'rganimni. Ammaga Bilmasam, men hozir nimani his qilaman. Tasavvur qilolmadim. yo'q. Ammamniki maslahati. O'zimga tikka yetolmayman. Amma shunaqa qilasan. yo, ular bilaman qanaqa qilishni. Albatta. Siz menga ayting, nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Shunga qarab bizaga. Osh, Yaxshi. sikasiz ketmaydi. Unja oshni. Azizga qildiraymi oshni? Yo'q, senga qil. Azizga sadrlaganmi? Satirlagan. Bo'ldi, sadrlagan osh. Yana nima? Savol. Dollar Sen misol. ko'chalar endi nima bo'ldi? Boraman-da. O'zing tanlab olib keldi. Sen o'zi Zuhrbeyni o'ylabdin. Men ham $500 o'limligini Qirg'izistonga berib yubordim. Ana. O'zi ko'mmoqchi emassan, pochcham. Yo'q, anaqa pochchanaqa qarakom. Jellari bor. Ammo masalan, o'sha qo'y 22 ta qo'ylar bor. Ikkitasini so'ysam bo'ladi. Nima deganman? Ha, endi o'sha yerda men qozon olaman-da, ko'chaga. Uy ichida qilish mumkin emas. Buni tushundim. Ko'chada Menga ham vaqtashdan 2 ta qo'y keladi. Ana ikkita anaqalarni opoqalarni sochiga oqarib ketdi. Sizlar kutishyapti, kelinglar. Dam oldinglarmi, yaxshi? Savatlari bilan. Hozir O'sha kimani qizi edi shu? Bahodir akaning jiyani mana. Somsa yeyapmiz mana issiqqina qilib. Opalarning bolasi edi. Shu kimnidir? Rahmat. Kimnidir qizi edi-da. Boyga olib kelishgan somsaligini isitib yeyapmiz. Ha.
Shu? Yo'q. Hozir anaqasi. Qizim bolasi. Ularga berib, ulardan So'rang yemaganim yaxshi. ayoldan Endi berib. yetarli bo'lyapti. Men mamadini. Voh chiroyli ekan. Yemassanmi? U yamasdan. Hidi chiroyli ekan lekin. Shamol deb qoladik-ku. Odam ekan. Hamma narsani tushunadi. Ularga harcho. Harchon bilan tom yanni olgan. Tom ham yo'q ekan. Tom yan bo'lganda kechaga ramyonga kuniga kelardik. Alisher Anna. Lokin Bular yaxshi normal o'tirishibdi. Mimini yotishlarini. Izizi. Ketdi Nodira. Anaqa shamolda, salqin. O'tib ketdi-ja. Men yetdim Nodira surildi loptekka. Ha, to'ppa-to'g'ri, optoga surildim. Xonaga chiqib ketsam silantishib ketdim, olmayman. O'rab qo'ydi yaxshilab. Ko'zingiz qiymayaptimi tashlab ketishga? Issiq ko'l bo'ldi, issiq ko'l. Zo'r. Jaboblab qo'ydi. Olayim dedim-da, maydalanib ketadi. Uzoqqa deb, chamadonda deb, keyin bu yoqqa oldim. Mana. Hammamiz yig'ilib gaplashib o'tiribmiz. Mimilarni xonaligida. Bizda chaqib, eslashib, kulishib maza qilamiz. Yoshligimda esimda oyim aytib berganlar-da, katta oyi. Katta oyim aytib beruvdilar. Siz bilan uy bekam chiqib qo'shni bolasini uribsizlar-da. O'sha katta ko'chada. Keyin uni adasi yugurib chiqibdi-da, oyimlarga, oyimlar noyoq qotgan ekanlar. O'choqda ovqat qotgan ekanlar. O'zi issiq yotibman, asabiylashib, yoz deydilar. Chiqib menga, "Ha, Tursunoy, bolalaringizga tarbiya bersangiz bo'lmaydimi? Nima qildi? Keling palonchi aka. Yaxshimisizlar?" U bu desalar, "Amanim bolamni uribdi." desa, "Ha, bolangiz uribdimi?" Menga debdilar, "Ikkinchi bolangiz uribdi" deb kelmang. Ko'chada tutingda o'ldirib tashlang debdilar. Kelinglar. Yaxshi tutmagan. Mayli kelib bolamni uribdi, yo bolangiz kelib anaqami sindirdi daraqimmi, yo gulimi bir narsa qildi demang. Ko'chada tutingda bolalarimni o'ldirib tashlayvering. Ko'p yosh deganlar-da, tezroq deganlar. O'sha o'zingiz O'sha esimga tushib qoldi hozir. Unaqa kelmas edi chiqqan. Misol uchun biz urgan odamimiz biz 3 yosh 5 yosh bo'lganmiz shu paytda. Kichkina bola bo'lgansizlar. 20 yosh Mahamajon ekan toshlatgan Ana, voy ana shu to'g'ri ekan. Voy ana. tosh kelmagan ham 5 yoshli 4 yoshli bola to'g'ri men 5 yosh Ana, Domla men chiqqanmilar. Domla chiqqanmilar. Opaqa, ma'lum opaq chiqqanlar. opa chiqqanda opam hayda olgan Shunaqa deganlar opam. endi misol uchun u borib 20 yoshli bola ham kelib oyisiga yetib oyisi chiqib gapirishcha qiziqda 20 yoshli bola biza Bir kichkina bo'lganmiz. endi Ne tepadi? Yig'iz olmagan ham bo'lsa kerak u toshga 5 yoshli bola qanaqa tosh otadi Qancha zoliga otardi. Endi o'tib ketayotganda otganmiz, ana shunaqa qilganmiz. otardi O'tkazmaymiz deb otganmiz, bir balolar qilganmiz. Elas esimda bo'ladi shu. Anaqa kinolarga o'xshab. Ko'cha o'zimizniki degansizlar-da. Janjallab ko'chavali bo'lgansizlar.